6 milyon 200 ming so'm oylik to'lovga 2021-yil 75 ming kilometr masofani bosib o'tgan zo'r Malibu Premier kelib qoldi akalar. Like bosgan har bitta aka-ukalamizga inshaalloh mana shunaqa mashina minib, ota-onasini duosini olib yurish nasib qilsin. Bu mashina haqida ko'p gapirib o'tirish kerak emas. 2021 75 ming kilometr masofani ideal holatda bosib o'tgan. Mana mashinada kichkinagina ichiga o'tmagan pitnosi bor. 4 ta yumshoq balon deysizlarmi, panorama lyuk deysizlarmi, hamma narsasi bor. Salonini bitta ko'ring aka. Ideal holatda, matoviy holatda turibdi. Premier haqida ko'p gapirib o'tirish shart emas. Premier Auto City'ga 6 milyon 200 ming so'm oylik to'lov va boshlang'ich to'lov 7600 AQSh dollariga zo'r variantdagi Malibu'miz kelib qoldi. Bemalol kommentariyada fikringizni yozib qoldirishinglar mumkin. Bu narxga Malibu Premier qimmatmi yoki akalar arzonmi? Albatta fikringizni har bittasini o'qib chiqishga men tayyorman. Qiziq bo'lsa, pastda nomerlar aloqaga chiqib bosib oringlar akalar.